Farzandsizlikda erkakka bog'liq bo'lgan sabablar asosan 5 turga bo'linadi. Birinchisi, spermogrammadagi o'zgarishlar, ya'ni spermatozoidlar miqdorining va sonining kamayishi, uni harakatchanligining pastligi, nihoyatda quyuq yoki shaklida nuqsonlarning bo'lishi, hattoki spermatozoidlarning umuman bo'lmasligi. Ikkinchisi, gormonal o'zgarishlar, ya'ni testosteron miqdorining kamayishi, LG-FSG gormonlarining ko'tarilib ketishi, qalqonsimon bezdagi buzilishlar va prolaktinning oshib ketishi. Turli kasalliklar, masalan, varikoselli, urug' yo'llarining tug'ma yopiq bo'lishi, prostatit va boshqalar. To'rtinchisi, genetik omillar va beshinchisi, noto'g'ri turmush tarzi, ichish, chekish, radiatsiya, uyqusizlik, stress va noto'g'ri, ya'ni nosog'lom ovqatlanish tarzi. Men Yusupov Vahob Zohirovich, urolog-andrologman. Agar sizda ham farzand ko'rish holatlarida kechikishlar bo'layotgan bo'lsa, albatta qabulimga keling. Murakkab urologik kasalliklarga ham zamonaviy tibbiyot orqali birgalikda yechim topamiz.